Haqiqatan ham 11-15 yoshda bular uchun qiyin davr hisoblanadi. O'smirlik krizisi. Ko'pchilik bu davr qiyinligini biladi, lekin qanday yo'l tutishni bilmaydi. Ota-onalar esa befarq. Bolalar uni tinglaydigan va gapini ma'qullaydigan insonlar tomon bo'lib qoladi. O'zini izlaydi. Men kimman? Meni kim tushunadi? degan savollar uni ko'p qiynashi mumkin. Va bu oqibatda ota-onaning gaplari emas, do'stlarining, uni tinglaydigan odamlarning gapi ular uchun eng muhim bo'lib qoladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlikda emotsiyalar beqaror bo'ladi va bu normal jarayondir. Nima qilish kerak? Ota-onalar uchun eng muhim maslahatlar. Ular bilan ko'proq suhbat qiling. Ularga buyruq emas, ko'proq tinglang, kamroq tanqid qiling. Ko'proq suhbat qiling. Ishonch muhitini yarating. Farzandingizni mustaqilligini qo'llab-quvvatlang. Uni mustaqilligini hurmat qiling. O'smirlik krizisi bu muammo emas, shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi hisoblanadi. To'g'ri yondashuv bilan o'smirlar o'ziga ishonchli, mustaqil va mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllanadilar. Sizga yana qanday mavzular qiziq? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.